Assalomu alaykum do'stlar va obunachilar. Mana bugun 22-mart, haftaning yakshanba kuni Samarqand mashina bozoridan bugungi videorolikimizni boshlaymiz. Bugungi videorolikimiz Tracker Malibu 1, Malibu 2, Gentra, Cobalt Nexus hammasidan bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Kelinglar shu videomiz ko'pimiz 500 ta like yig'sa, bu videoga menga katta motivatsiya bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Obuna bo'linglar. Bismillahirrohmanirrohim deb videorolikimizni boshladik. Mana videorolikimiz mana EPK'dan boshladim. EPK 2008-yil. 2008-yil mana salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Salon holatlari mana mexanika EPK monitorlar qo'yilgan, video registratorlari bor. Mana salon holatlari. To'rtcha holat qo'yilgan ekan. Bolalar o'rtacha holatda. 2008-yil. Yurgani tablo almashgan ekan aka. Yurgani noma'lum. Narxini so'raymiz, kraska bilan narxini. Mana arqa holatlari. Aka qaraverasizmi? Aka bu kraska xillari bu. Kraskasi bitta Krillo eshigiga o'tgan. Ha, Krill. Arqa Krillochasi, pitnochasi bor. Qolgan joyi toza. 2008 yili. Narx qancha ekan? Narxini 5000 deyapman, kelishtirib beraman. Narx pul bo'lsa qanchalar bitta aka? Nasiyaga ham beraveraman. Narx pulga 4600 ga beraman. 4600. Barter ham bo'ladi, barter. 2 yil yaxshisi bo'lsa. Bartergami? Ha, barterga. 70 ekan, generalni chiqadi. Generalni oddiy dayaniz hammasi chiqadi. Telefon nomeri ayting. Telefon nomeri 344 1155. Mayli aka, bozor do'st. Keyingi mashinamiz Hyundai Savante mashinasi 2004-yil. Motor holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Motor holatlari. Motor holatlari bolalar o'rtacha holatda salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ana salon holatlari. Samarqand shahar mashina. Arqa holatlari. Bunday qiziqarli obunachilarimiz uchun narxi 4183 ming yurgan. Kraskalarni so'raymiz. Aka qaraverasizmi? Aka bu qaysi kanal edi? Qo'yib Musayev. Aka bu kraskalar xillari bu. Toza. Narx qancha deyapsiz? Narxi 4000 deyapmiz. Bundan pastga bo'lmaydimi naqd pul bo'lsa? Siz kelsangiz savdo bo'lsa bo'ladi. 3,5 million bo'ladi naqd pul bo'lsa. 3,5 hay 3800 deb. 3800 lan. Telefon nomeri ayting. 88lik 550 73 73. Ayla aka bozorimiz. Keyingi mashinamiz Nexus 2022-yil. Motor holatlarini ko'rsatib o'tamiz. 4-paketli metal qo'yilgan. Balon holatlari o'rtacha holatda mana balonlari. Yarim tushakkan o'zi. Salon holatlari. Mexanika. Salon holatlari. Arqa holatlari. Aka bagaj ochib berasiz. Arqa holatlari. Metallar bor. Taglari. Dehqon mashina ekan, dehqon manzilon. Kraska toza. Kraskasi yo'q aka. Aka buni yurgani qancha buni? 164 ming yurgan, ha? Kraska toza. Kraska toza. Narx qancha ekan? Narxini 8,5 deyapmiz, mayli bu 800 uchun. Naqd pul bo'lsa 8 lira bo'ladimi aka? Yo'q aka, 8 ga berganim yo'q.
Mana bozorda turibdi. Telefon nomeri ayting. Dehqonchilik, dehqonman men. Dehqon. 94lik 944 17 83. Bu Viku barter bo'ladimi? Naqd bilan. Generalni ham chiqadi. Generalni xohlasa olsin mayli. Mayli, aka bozorimiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasiz 13. Bu mashinamiz havola M6 deyapti. Mashina havola M6. Boring holatlar. O'rtacha holat. O'rtalar bilan yarimcha ekan o'zi. Salonlarni ko'rsatib o'taman. Salonlari mana. Zavodskiy monitorlar bor o'zi. Uyda registratorlar qo'yilgan. Salon holatlari. Mana arka holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana arkalarni. Avval M6. Qiziqgan obunachilarimiz uchun. Aka buni yurgani qancha buni? Yurgani qancha? Yurgani 25 ming, 2024-yili. Ha, 24-yil. Narxi 18300. Propan gazi bor, poliklar qilingan, kraskasi toza. Kelishtiraylik. Qancha narxi? Naqd pulga 18 mingga beramiz. Telefon nomeri ayting. 99lik 449 73 93. Kras toza. Toza 100%. Viku barter bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Qancha puli bor odamga? Boshdan. Necha oygacha? 3 oygacha qilib beramiz. 7000 8000 puli bo'lsa kelaversin. Mayli, aka bozorimiz. Yaptı mashina Tracker 2023-yil. Tracker ga qiziq obunachilarimiz uchun mana bo'lgan holatlari. Ular yaxshi holatda ekan. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Salon holatlari. Mana salonlari, Tracker qiziq ekan obunachilarimiz uchun video registratorlar bu. Yeme 23-yil. Tracker qiziq ekan obunachilarimiz uchun. Kraska toza. Kraskasi yo'q ekan. Aka bu qancha yurgan bu? 38 ming yurgan. 38 ming yurgan, kraskasi toza, propan gazi ham bor. Narxini 14200 qilib beramiz. Bo'lish ha. Naqd pulga kelishadigan joyi bor. 14 nafas bo'ladimi aka naqd pul bo'lsa? Yo'q, 14 nafas bo'lmaydi, 14 bo'lsa qilib beramiz. Telefon nomeri ayting. 99lik 449 73 93. Bu ham Viku barter bo'ladi. Barter bo'ladi, Viku ham shu Qanaqa joygacha. mashinalarga? Liboy mashina farqi yo'q. Bunday bo'lsa bo'ladimi? Jiguli bo'lsa ham bo'laveradi. Mayli aka bozorda. Mayli, sog' bo'ling. Mashinani Gentra 2020-yil 4-pokoleniya metallar qo'yilgan. Motor holatlari. Motor bilan yangi ekan. To'rtta yangi bilan qo'yilgan salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Salon holatlari. Aka buni yurgani qancha buni? 103 ming. 103 ming yurgan ha. Radnacha holat turibdi. Gentra. Avtomat yuklari bor. Aka bagaj ochib ko'rasiz. Holatlari. Aka bu kraska toza. Kraska toza. Bu narx qancha ekan? 10200 kelishtirib beramiz. Agar naqd pul bo'lsa 9,5 ming bo'ladimi? Bironma qo'shsalar beramiz. Telefon nomeri ayting. 99lik 384 88 87. Bu generalni ham bo'laveradimi? Viku barter. Kelishamiz telefon. Iloji boricha naqdga yaxshiroq. Mayli aka bozorda. Yangi mashinamiz Gentra 2019-yil propan bo'lalarga 4-pokoleniya propan qo'yilgan motor holatlari. 2019-yil 4 optradisiga qo'yilgan ekan. 4 balon. Yani o'rtacha holatda ekan. Tonirovkaga mana Tonirovkaga 6 oy ruxsat bor. Aka 6 oy ruxsat bormi tonirovkaga? Ha, 5 oy ruxsat bor ekan. Avtomat. Mana variant bu.
Ko'cha registratorlar qo'yilgan, orqa qo'llatlar. Propanga o'sha. Aka bu yurgani qancha? Oxiri jon 9700. Yo, yurgani qancha buni? Yurgani 138 ming yurgan. 138 ming yurgan, ha? Kraska toza. Paskasi toza, yurgani ham toza. Aha. Narx qancha? Narxini oxiri 9700 ga beraman. 9700. 9,5 bu yoki narx o'zi. 9600 ota taqalgan. 9600 ha. Telefon nomeri ayting. 90lik 213 84 94. Mayli aka, bozor yursiz. Yangi mashina Lacetti 2010-yil. Motor holatlari, mashina metan qo'yilgan. Metallar bor. To'rtala bilan yangi. Men ko'rgam yurmagan ekan. To'rtala bolalar yangi Lacetti. Ikkinchi pozitsiya. Mana salon holatlar. Salon holatlar ikki ko'rik yurgan ekan. Bagaj holatlar. Bagajlar. 2010-yil. Lacetti. Aka bu kraska xillari bormi? Kraska bu aka. Xillariga. 50-60% bor. Ha, 50-60% bor. Narxi Olganmiz endi aniq bilmaymiz. ikki ko'rik yurgan, ha? Narx qancha ekan? 5500 deyapmiz, o'taydigan joyimiz bor. Qanchalar bular aka? 5 dan past bo'ladi, naqd pul bo'lsa. 5 dan pastmas voy. Qanchalar bular? 300, 5200 bo'ladi. Bo'lish taqalgani. Bu Beko barter. Bo'ladi, bu narsa aka. General ham chiqadi, ha? Menga ham avtomga ham bu dokument bo'ladi. O'zimizning nomimizda. Bu motor yoqmoqmi ham yaxshi motorlar. Motor yangi motor. Yangi balon, chexol, poli hamma narsa. Telefon nomeri ayting. 90lik 963 43 43. Mayli aka, bozor yursiz. Yangi mashina Gentra 2014-yil. 4-paketni propan qo'yilgan ekan mashina. Ha, bola holatlari o'rtacha holatda. Salonlar ko'rsatamiz. 2014-yil. Birinchi chiqqan Gentralardan monitorlar qo'yilgan. Masalan holatlar. 2014 full yengil. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun. Propanga, tabletga propanga uchun. Mana arqa holatlar. Peki qaraverasizmi? Bu kraska xillari bu? Kraska fitness bak ya. 100 ha. Krilo bilan kapot, ha. 140 ming yurgan, ha? Tabek kraskaga javob. Telefon nomeri aytasizmi? Narx qancha? 7200 deyapmiz. Sunnatiga bilan o'tamiz. 7 dan pastga bo'ladimi aka? Yo'q, 7 ga qo'shib bersalar beramiz. Telefon nomeri ayting. 91lik 534 96 86. Mayli aka, bozor yursiz. Bu Beko barter ham bo'ladimi? Generalning hamma narsa. Bo'ladi. Qancha puli bor odamga nima Bekoga? 2-3 ming bilan chiqaramiz Bekoga. 1 yilgacha. Mayli aka, bozor yursiz. Keyingi avtomashina 2019-yil Gentra. Mashina benzinga, motor holatlari. Bolalar, to'rtta charim bolalar qo'yilgan bolalar. Yarim tishagan. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana salon holatlari. Gentra Zeplik obunachilarimiz uchun 2019-yil Gentra. Mana arqa holatlari. Shuna benzinga. Aka bu kraska xillari bor ekanmi? Kraska har taraf eshikda bor. O'ng taraf eshigi bitnosi. Yurgani qancha dedingiz? 110 ta yurgan. 110 ta yurgan, ha?
Bu narx qancha ekan buni? Narxini 9000 deyapmiz. Kelishtirib o'tib beramiz. Naqd pul bo'lsa qancha bo'ladi aka? 8,5 atrofida o'tib beramiz. 8,5. 8,5. Naqd pul bo'lsa undan ham kamroq bo'ladi. Kelishamiz aka, telefon qilsin. Bu Viko barter Naq kerak. faqat naqdga. Bu 01 ekan bu. Generalni ham chiqadimi? Chiqar aka, dokumentda muammo yo'q. Qayerda mashina bu? Samarqand Shahar, ha? Telefon nomeri ayting. 99lik. 126 26 13. Mayli aka, bozor bersin. Mashinamiz Maloshni Svetda. Gentra 2015-yil. Meta malollarga mashina. To'rtta diskga qo'yilgan ekan. Bola holatlarda o'rtacha holat bor. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Salon holatlari. Monitorlar qo'yilgan ekan. Bloger. Qahva bagaj holatlar. Mashina metanga. Arqa holatlar, cho'nkalar olingan narsalar. 2015-yil. Aka bu kraska xillari bormi? 20% da bor aka. 20%. Narx qancha ekan buni? 6800. 2800. Naqd pul bo'lsa qanchalar bo'ladi? Birovni o'tib beramiz aka. Kesaman. 6,5 pastroq bo'ladi. Yo, 6,5 dan past bo'ladi aka. 6,5 da. 6600 da. Oxiri taqalgan 6600. Yurgani qancha desiz? 2000 o'zim turadi. 200 kirib yurgan. Telefon nomeri ayting. 99lik 968 61 44. Bu Viko barter faqat naqd pulga. Vikuba ham chiqadi, barter ham bo'ladi. Mayli aka, bozor bersin. Yangi mashinamiz Malibu 1 2013-yil. Metan malollarga mashina mana. Qator holatlari. Ikkinchi pozitsiya Malibu 1. 4 tala balon. O'rtacha holatda. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Salonlari 2013-yil Malibu 1. Aka bu yurgan qancha buni? 176 ming. Mana arqa holatlari. Ustali metan malollarga mashina. Arqa holatlari 2013-yil Malibu 1. Aka bu narx qancha ekan? 8 ming. 9 ming. Naqd pul bo'lsa qanchalar bitadi aka? Naq pul bo'lsa sunnatib o'tib beramiz kelishib. 8 ming bo'ladimi? 8 ming bo'ladimi aka naqd pul bo'lsa? Gaplashamiz. Bu kraska toza, ha? Yo'llarda. Bitta shu kiralagan, shopirdan. Ha, orqa kirala. Ha, ikkita kiralagan. Telefon nomeri ayting. 97 Mhm. 925 99 59. Mayli aka, bozor bersin. Keyingi mashinamiz Captiva metalik Svetda 2012-yil. Ikkinchi pozitsiya 4 qilingan ekan. O'nga 4 qilingan, salonlar ham 4 qilingan deyaptilar. Mers padovoylar qilingan. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Salonlar 4 qilingan ekan. Salon holatlari 2012-yil Captiva metalik Svetda. Salon holatlari to'rttala bo'lon. O'rtacha holatda hali yuradi. Arqa holatlar Captiva qiziq obunachilarimiz uchun. Captiva 2012-yil 4 qilingan ekan. Kraskalarni so'raymiz. Aka qaraverasizmi? Aka bu yurgani qancha? 2 kirib yurgan, ha? Kraska xillari bu. Kraska orqa nimada Eshikka. quymoqda Ha. beton kapotdan. Ha. Narxi qancha deyapsiz? 8,5. Yani kelishib beramiz. 8 dan past bo'ladimi aka narxi? Yo 8dan past. 8 lar bo'ladi. Ha, ozgina o'tsa bo'ladi. Ozgina qo'shsalar bo'ladi. Telefon nomeri ayting. 93lik 680 0086. Mayli aka, bozor bersin.
Keyingi mashinamiz Tracker 2023-yil. Hozir ko'rsatib o'tamiz uni. 2023-yil Tracker. Salom holatlari. Tracker qiziq obunachilarimiz uchun bugun har xilcha mashinalarni olyapmiz. Tracker, Malibu, Captiva video o'tkazmasdan ko'ringlar. Sana holatlarni ko'rsatayotgan arqa holatlari. Tracker. Aka yurgani qancha? 36 propornya 36 yurgan. Kraska toza. Aka Viku barter bo'ladimi? Bor akajon, yili 23 36 ming yurgan, gazi propan yangi balon qo'yilgan, mana yangi archa balonlar ham qo'ygan. Xudo xolasa kechirib beramiz. 14 ming deyapmiz, kelasidigan joyi bor. Nomerlarimiz 93lik 680 0086 aka. Naqdimizni kechamiz aka. Mana aka bozor bersin. Keyingi mashinamiz Paragentra 2023-yil. Benzinga mashina, motor holatlari. Masalalar ko'rsatamiz. O'rtalar bilan o'rtacha holatda. Masala holatlari rodni Chexonaga. Masala holatlari. Bozorlarni ko'rsatib o'tamiz. Paragentra qiziq obunachilarimiz uchun. Obunachilarimiz uchun Paragentra katta bo'lgan mashina. Aka tonirovka qanchagacha ruxsatlari bormi? 2 oy. 2 oy qolgan. Kraska Kraska toza. yurgani qancha? 39.850 40 mingda. 40 ming yurgan, ha? Bitta yumshoq baloni bu. Yengil shumka qilingan, yer lavoy qo'yilgan. Yurishlari yaxshi. Ana qilingan, pasaytirilgan. Narx qancha ekan? 13.800 deyapmiz, kelishtiramiz. Yoki kelishtiraylik. Bulekamni aytayim. Ha, qanchalik bo'ladi? Naqd pul bo'lsa. 13.600. 13.600 ha. Unchalarni past bo'lmaydi naqd pul bo'lsa. Pul kesilla ko'rishamiz. Telefon nomeri ayting. 77 lik. 340 57 99. Mayli aka bozor bersin. Keyingi mashinamiz ham Gentra oq svet, oq svet. Motor holatlarini 4-chi pakalini metallagan mashina. 4 tala yumshoq bolalar qo'yilgan, yaxshi bo'ladi. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Avtomat. Mashina avtomat luklar bor 2009-yil. Mana arqa holatlari. Mushi pulingil. Ro'lardan ham ko'rsatyapsiz buni. Aka buni yurgani qancha buni? 200 dan ziyod aka. 200 dan ziyod, ha? Kelishtirib beramiz. Aka bu kraskalar qayerda bu? Kraskasi bagaj bilan passajir taraf krilo. Yurgani qancha? 200 dan ziyod. 200 dan. Narxi qancha buni? Narxi aka 7600. Bo'lish, ha? Bundan past bo'lmaydi. Kesalar. 7 lay bo'ladi naqd pul bo'lsa. Yo, 7400 lay bo'ladi. 7,5 qilib beramiz. 7,5 ha? Telefon nomeri ayting. Telefon nomer 93 lik. 302 76 66. Mayli aka bozor bersin. Yangi mashina 2018-yil. Metamoloniga 4-chi pakalini metamoloni qo'yilgan. Balonlari o'rtacha holatda. Ko'tarib bilan. Salon holatlari. Gentra 2018-yil. Bu holatlari. Toshkent ta'lim metallagan mashina.
Aka buni yurgani qancha? 130 ming yurgan ha. Kraska? Bitta. Shopir taraf, qaysi taraf bittasi? Ha, o'ng taraf. Arqa betmi? Motor ходовой ideal. Narx qancha ekan akam? 105 mingda. 105 million ha. O'tib beradigan joyi bor. Dollarga qancha bo'ladi? Dollarga 8500 bo'ladi. 8 million bo'ladimi aka naqd pul bo'lsa? 100 million so'm ha. Telefon nomeri ayting. 93lik. Aha. 851 97 99. Mayli aka bozorda bersin. Faqat srochniy sotish kerak. Срочный ha, pul zarur ha. Ofermani qilib olish kerak aka olgan odam. Mayli aka bozorda bersin. Mashinamiz Malibu 2 cheka 2 svetlagan. Balon holatlarmi? To'rtada charm ham bo'lar qo'yilgan. Bo'lar o'rtacha holatda. 204 li motorga. 204. Mana bu 2 qiziqqa obunachilarimiz uchun mana Malibu 2. Aka bu yurgani qancha ekan buni? 2 krug ha. Benzinda. Mashina benzinga. 2 krug yurgan. Aka qaraverasizmi? Kraska qillari bor ekan, kraska. Kraska bor. Kattasi bor ekan. Yana tekshirib bo'ladilarda. Aha. Bir 10% bor-da kraska. 10% kraska. Ayaz yozroq. 20-25% bor. 30% kraska. Tekshirib o'tirlar yana o'zlar. Vikub barter. Bir kubga beramiz. Yarım 50% söyleseler beramiz. Necha oygacha? Bir yilga. 1 yilgacha. Yaxshi odamlar bo'lsa beramiz. Narxi qancha deyapsiz? Narxi 16 ming. 16 ming ha. Ha. Telefon nomeri ayting. 97 907 37 00. 15,5 ming bo'ladimi naqd pul? Yo'q akajon. Oxiri 16 ga beramiz. 16 ha. 16 yarim deb o'tiribman. Generalni ham bo'ladimi? Oformit qilsalar yaxshida, nomimizga moshika. To'g'risilar. Mayli aka bozorda bersin. Mayli. Alo.